hunarmandchilik hamda qo'l mehnati asosida 8 yildan beri o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Ishlab kelgan yillar davomida men asosan qo'l mehnati, munchoqli bezaklar, turoqlar hamda bunaqa qo'l mehnati asosida qo'g'irchoqlarga ko'plab urg'u berganman. Barkamol avlod bolalar maktabini asosan o'quvchi yoshlarni hunarmandchilikka, qo'l mehnatiga hamda kasbga qiziqtirish bo'lganligi sababli qizlarimizni kelajakda bichish tikishga qiziqtirish, qo'lida mehnatli qilishga qaratilgan. Bu yillar mobaynida ko'plab o'quvchilarimiz viloyat bosqichlarida to'quvchilik hamda bichish tikish, munchoqli bezaklar asosida faxrli o'rinlar olib faol qatnashib kelmoqda. Barkamol avlod bolalar maktabida o'quvchilarni qiziqtirish uchun biz ko'plab anaqa tasmalar asosida lentali gullar, ya'ni buket, fenerlar yasab o'quvchilarimizni qiziqtirish uchun qo'l mehnatlarimizni bularni chiroyli qilib yasab sotuvlarga qo'yib bolalarimizni chiroyli qiziqtirib kelmoqdamiz.